Assalomu alaykum, hurmatli. Bismillah. Alloh ishlaringizni rivojini barakat ato Allohim. Mana boshlayapmiz ishlarimizni. Tekshirib qo'yamiz gofralarimizni. Yem berishni boshlaymiz. Bismillah. Chelagimiz to'lganda 9 kilo bo'ladi. Bola boqayotgan onalarimiz mana bular doim ovqatni turish kerak. Hali bugun bermaganlarimga ham mana bor. Ustiga DP uradi ozgina. Hammasi bo'ladi ovqat. To'ldirib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Idishning bittasi mana men bilan 200 gram mana. Bo'g'ozda bu. Bodasi yo'q. Ana bunga o'xshab ovqat yeydigan joyga kirib oladi. Kalbosh. Xo'sh. Xo'sh. Mana shu podozrительный bo'ldi hozir bizga. Xo'sh, 8-chi. Qanaqa hozir ayodan ham ko'ramiz. Doskaga yozilganda hammasi bular. Suv tushyapti. Ovqatni yaxshi yemayotgan bo'lsa ko'rib qo'yish kerak. Suv tushyaptimi yo'qmi? Suv ichmay qolsa ham ovqatiga qolib ketgan bo'ladi, yemagan bo'ladi. Buniki значит boshqa narsadan tekshiramiz. Mart, aprelda tug'ilgan bular. 11-aprelda tug'ilib, mana hozir уже ko'zlari ochilib tashqarida yurishdi. Onasini jahlini chiqarib to'polonchilar. Xo'sh, 9 kilosi shuncha. Onalarga o'zi ko'proq keyin ham yo'da bo'g'ozlarga o'zi kamroq beriladi.